Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari, hurmatli kanalimizda mehmon bo'lib turgan do'stlarimiz, sizlarni kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Yaqin 10 minut mobaynida sizlarga xudo xolasa penal komodlar mehmonxona uchun penal komod olayotganda asosan nimalarga e'tibor qaratish kerak? Eng arzon Andijon viloyatida bu nech pul, sizni shahringizda nech pul bo'lishi mumkin? Uni o'ziz uchun solishtirib olsangiz bo'ladi. O'rtadagi narx tafovutini kommentariyada yozib ketasiz degan umiddamiz. Biz uchun bu juda qiziq. Hozir Optim o'zi ishlab chiqaruvchi ustani oldiga kelganmiz. Turgan joyimiz Andijon mebel markazi. Lokatsiyasi kerak bo'lsa, navigatorga yozadigan bo'lsanglar, chiqadi. Xudo xolasa, ustani o'zini manzili. Assalomu alaykum. Kelinglar aka. Xush kelibsizlar. Rahmat, Allohga shukr. Obunachilarga bitta o'zi sexingizni manzilini tushuntirib beradigan bo'lsangiz. Bizning seximiz Andijon shahar ayrilishda. Andijon shahriga yaqin bo'lgan joyda. Tushunarli. Agar ustani o'zini sexini to'shni lokatsiyasi beriladi Telegramda tashlab beradi. Ustani telefon nomeri ekraningizning past qismida turibdi. Xo'p, usta gap bo'lishi mumkin emas. Penal komodlar juda bir-biridan chiroyli, ikkiga har xil ekan. Shu yerda 4 ta turgan bo'lsa, 4 xil fasonda. Narxlari ham o'ziga yarasha. Narxlari ham chiroyli, o'zlariga ham dizaynlarigacha e'tibor berilgan, xudo xolasa chiroyli qilib. Videoda boshida bitta narsani aytib o'tishim kerak. Usta, o'zim ham usta bo'lganman. Ozmi ko'pmi bu narsani tushunaman. Shu sababdan kanalimizni ochib, obunachilarga faqat buni maqtavermaylik-ku, plus minus tarafini ham aytib o'taylik degan maqsadda oldimga qo'yganman aka. Yaxshi bo'ladi. Boshqalardan farqi. Sotib olayotganda ham nimaga sarflayotganini biladigan holatini. Chunki pul topish hozir oson bo'lmaydi odamlarda. Raqobat kuchayib ketgan. Raqobat kuchayib ketgan, o'zimizda ham gap yo'q. Aka, shundan boshlaydigan bo'lsak. Kapalak fasonimiz yangi chiqarilgan. Razmerlari 3.5 bo'ladi. 3.5 metr, 4.5 metr joygacha chiroyli holatda orasini ochib qo'ysa bo'laveradigan narsa. Keyin ponni krashinli bo'lgan. Kraskalarning qimmatlaridan sepilgan holati. Silliq, artib tozalashga ham hozir ko'pchilik gulsizroq narsalarni xohlayapti. Shuni hisobini olganimizda gulsiz bo'lib, o'ta sodda bo'lib qolmagan, chiroyli holatda iloji boricha haligi asabni buzmaydigan holatda qilib gullar ishlatilgan, ozmoz. Minimalizm. Shunaqa. Hozirgi yangi. Endi bu ruchkalari, endi farqlariga keladigan bo'lsak, mana misol uchun qo'shimcha haligi klientlar nima deydi, bunday ko'rganda hammasi bir xil ekan-ku deydi-da. Shu yerga ko'rganda bilmaydigan odamda ham farq oladigan narsalari shuruplarida, mana teshiklariga qo'yilgan oshda o'zida farq qiladi. Keyin mana idish ko'tarami, ko'pchilikda tushib ketyapti degan joyga qo'shimchalari bilan qo'shib yuborganmiz. O'zi aslida mana narsani o'zi har xil summadagisi bo'ladi. Polkani ushlab turadigan narsa. Shuni bir yo'la ikkitayla qo'yib qo'yganmiz. Haligi tushuntirib bera olmagan joyimizga o'zi ko'rib tushunib oladigan qilib shunaqa holati bo'lgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, mana ko'rishlar mumkin. Detalniy e'tibor qaratilgan. Mebel ishlab chiqarayotganda mana shu держатель ham yaqinroqdan ko'rsatasiz. Bu yerda ikkita turibdi. Bu vakuumli держатель. Hali oddiy mana bu uголnilar ham ko'rganman-da aka, ko'p ustalar bunaqa uголniyni o'zini ichiga qo'yib qo'yadi. Ha, shuni o'zi bilan bo'lib qoladi. Oyna siljiydi-da. Narsa olayotganda oyna siljib ketadi. Hozir bu vakuumli rezinka bo'lganligi uchun qattiq tortsa ham siljimaydi. Keyin petlalari tepaga ikkita qo'yilgan ekan, sababi bu og'ir oyna tushib ketmasligi uchun yoki bo'lmasam ligrovkadan chiqib ketmasligi uchun. Shunaqa holatda uzoq vaqtgacha ushlab berib turadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Keyin do'stlar, qora shurup ishlatilmagan ekan, ko'rishinglar mumkin. Shu petlarni o'zini rangida даже detalniy e'tibor qaratilgan. Mebelga gap bo'lishi yopilishlari, ochilib yopilishi vakuumli. Gap yo'q. Krashinli MDF. 100% MDF mi aka yoki korpusi laminat emasmi? Polkalari laminat bo'ladi aka. Ha, polka, mana kerak. Ha, kelgan aka mana monolarga ham xuddi shunaqa narsa qo'yilgan. Polkalar qo'shimcha qo'shib qo'yilgan, hali so'raganlar uchun bo'lgan u ham. Mana shu narsa ham mana kichkina eshikka bittadan yana qo'shimcha qo'yib qo'yilgan, haligi xaridorlarimizga plus bonus hisobida bu narsani uzoqroq xizmat qiladigan qilib gap bo'lishi mumkin emas. Aka, shuni o'zining razmeri necha bo'ladi? 80 mi, 85 mi? 60 bo'ladi. 60 bo'ladi. 60 bo'ladi. Bu 60. Demak, ikkala yoni 60. Endi mana koronasi bilan 68 bo'ladi aka. 68. Ha, koronani hisoblaydi. O'zi bu narsa alohida turadi. Bemalol uyingizni ko'ndalang tarafiga ham qo'ysa bo'ladi. Vertikal tarafiga ham qo'ysa bo'ladi. Endi mana uni aynasiz holatda ham qo'ysanglar bo'ladi. Agar televizor qo'yaman desa, lekin mana holati go'zal qilib ishlangan.
Qat'iy holatga ham tushaveradi. Svetilniklar 3 xil svet yonadimi? Bir Uch xil xilmi? svet yonadi. Qayerdan Yonida o'chiryapti? knopkasi bor. Narigi tomonda. Ha, bu yerda ekan. Ikkalasi bitta joydan o'chib turadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Krashinni endi. Keyin mana ichlari, pulkalari ancha narsani yig'ishtiradigan holatda. Bitta sondiq ekanda, buni tagi Shunaqa. aka. Ancha yukini yig'ishtirib yuboradi-da. Bitta uyda to'lib turgan narsani ponni yig'ishtira oladi. Gap yo'q. Do'stlar, pix kromka kelgan, Shunaqa. chekalari dazmolda bosib qo'yilmagan, pix stanovda bosilgan ekan. O'zim ko'rib turibman, yana olganingizdan keyin o'zingiz bemalol. Keyin oyoqlari ham gilamlari bemalol o'rnaydigan holatda temir bo'ladi ular ham. Plastmassa emas Mustahkamlik. demak. Aha. Buni plastmassaliklari ham bor ekan. Plastmassaligi ham bor. Bu arzonroq, bu Bu qimmatroq. yengilroq bo'ladi. Bunisi ham olayotgan odam uchun ham mana temir desa, plastmassani ham o'zi kuchlilardan qo'yiladi. Lekin temir desak odamlarga haligi yana ham ishonch komil bo'ladi. Mana shu narsa xizmat qilar ekan menga degan joyga bir yo'la temiridan qo'yganmiz, pulidan qochmasdan. Lekin plastmassalari ham ana serialari yaxshi zo'r tozalari Ha, ham. shunaqalari bo'ladi. Ursa ham sinmaydiganlari bor. Chunki uni ham shu mebel uchun maxsus quyilganlari bor-da. To'g'ri. Gap bo'lishi mumkin emas. Polka aynalarimiz aka 1 santimetrli ekan. Birli. Birli To'roq tomoni kromka qilingan bo'ladi. to'roq tomoni kesmaydigan qilib. Tomoni bu kromka tomoni qo'yilaveradi, Gap yo'q. aylantirib. Agar nimadir olayotganingizda bu yer sinib uchib qoladigan bo'lsa, qo'lingizni kesmasligi uchun uni aylantirib qo'ysangiz, nari tarafi ham qo'lni Shunaqa. kesmaydi. Gap bo'lishi Xavfsizlik tomonlama hamma yoq o'ylangan. Xo'p, usta eng qiziq joyi Narxida deysizmi? narxida. Narxi ham xudo xolasa mana men ko'rib turganlarga bu ma'qul kelayotgandir, chunki yangilik narsa ko'pchilikka ma'qul kelyapti. Tinmay zakazlar olyapmiz. Endi narxini 8 million so'm deb kelishtirib berilyapti. Chiroyli qilib ma'qul keladigan qilib beramiz, telefon qilishaveradi. 8 million so'm demak kami bor. Kami bor. Kamini xudo xolasa o'zingizlar bemalol Xudo kelishib xolasa. olsanglar bo'ladi. Chiroyli qilib beriladi. Gap Zakaz bo'lishi berishaveradi. mumkin. Endi usta imkon qadar arzon qilib beraman deyapti. Buni to'g'ri tushunish kerak. Usta o'zi onlayn sotadi. Menimcha 2 yil bo'ldi tanishganimizga. 2 yildan beri mana onlayn sotadi. O'zi issiq sovug'ini biladi. Dastavkalar O'zbekiston bo'yicha imkoniyati Dastavkalar bor. Keyin yana bitta joyi mana shu 2 yil degan joyingizga shu narsani 2 yil davomida ponni onlayn sotganimiz uchun Samarqand, Buxoro, Xorazm qaysi nuqtasiga bo'lsa ham hali upakovkada ketish holatlari bo'lar ekanda eng ko'p so'raladigan narsasi bizga sinmasdan borami degan joyiga eslatma. Agar mana siz zakaz qildingiz shu narsani, aynalari alohida yig'ilmagan holatda boradi. Shu jo'natilayotgan joyida Isuzichi akalarimiz Samarqandlikdir, Qashqadaryolikdir yuklagandan keyin men aynagini sinib qolsa men javob bera olmayman. Shu yeri sinib qolishi mumkin degan joyiga biz mana 2 yillik undan oldin ham o'zi upakovkalar jo'natganmiz, lekin 2 yil davomida tinimsiz haligi narsani yuklab, misol oldin optim chiqqan bo'lsa, undan keyingilari donalik. Kimdir Samarqandga, kimdir Navoiyga, yana kimdir Qashqadaryoga deb zakaz qilib qo'yganda, mana narsani oxiri sinib qolgan taqdirda shu narsani o'zimiz beradigan bo'ldik. Agar sinib qolsa ham aynagidan muammo qilmaysizlar, cho'chimasdan zakazni berganinglardan keyin upakovka holatda joylab beramiz. O'zimiz joylagan narsa xudo xolasa 99% tekis butun boryapti. Endi 1% holatlarda shunaqa sinib qolib yoki qaysidir shopirda aybi bilan bo'ladigan narsada o'zi aslida shopir javob beradi bu narsaga. To'g'ri. Shu narsani ham hali qaysidir bitta shopir yo men bunga javob bera olmayman, o'zi arendaga minaman bu narsani, puli jicha muammo bo'lib qoladi degan joyiga shu narsani o'zimiz bo'ynimizga olganmiz. Cho'chimasdan zakaz berganingizda sinib qolsa ham, boshqa bo'lib qolsa ham o'rniga yangi jo'natib beramiz. Gap bo'lishi. Plyus tomoni. Juda ko'p muammo. Aynan narsalar tajriba orqali shu narsa sekin-sekin to'g'rilanib borilyapti. Misol zakaz berayotgan odam shu yeriga o'ylanar ekanda, chunki bitta butun narsaga to'lov qilyapman-u, menga sina narsa kelsa qanday u hal bo'ladi degan joylarni hamma yo'g'ini bartaraf qildik. Xudo xolasa zakaz beraverasizlar cho'chimasdan, ham ishonchli, ham chiroyli holatda yetib boradi manzilinglarga. Do'stlar, shu narsani sizlarga 100% ayta olaman. Xudo xolasa mana bugundan boshlab shu kanalimiz orqali chiqayotgan videolardagi ustalarga bemalol ishonsanglar bo'ladi. Biz sizlarga yomon narsani yoki mashinnikni yo boshqa javob bera olmaydigan, gapiga javob bera olmaydigan ustalarni xudo xolasa chiqarmaymiz. Oldin o'zimiz gaplashamiz, imkon qadar tanish ustani chiqaramiz manzilni bilib. Chunki aka men ham 2 yildan o'tdi onlayn
obzor qilayotgan bo'lsam, juda ko'p muammo bo'ldi-da aka. To'g'ri. Juda ko'p muammo, shu sababdan Hozir bu yerda aka imkonlar shu joyni ham aytib o'tdingiz, mana zakaz berayotganingizda ustaga ham e'tibor bering. ha, Misol uchun shunday telefon qilib turib, bitta katalogda bitta nomerni ko'rib turib, shu nomerga zakaz berib oladiganlar ko'p ekanda, $300 yo $100 o'tkazib qo'ydim. Keyin u odamni topa olmayapman, sho'rnikka tiqib qo'ydi. Siz ham shunaqa bo'lsangiz-chi, men mebelda shu qo'limga olganimda keyin pulini to'lay deydiganlar bor. Lekin bizda to'lovlar yukni hamma yo'g'ini video qilib beramiz, upakovka holatida. Mashinaga chiqqan paytda to'lov qilasizlar. Chunki u yoqdagi muammoni biz ba'zi odamlar bor ekan, mana ustalarda har xili bo'lganidek, klientlarda ham shunaqalari bor ekan, mebelni o'ziga olib kelib bo'lgandan keyin bitta doговорga misol 8 million so'mga kelishdik. 8 million kelish bo'lganimizdan keyin qo'liga o'tib oldi-yu. yana boshqatdan Biz Andijondamiz, yana boshqatdan dogovor qilib, buncha qilib bering, men yana yig'dirishim kerak ekan buni yoki usta qimmat aytib yuboryapti, 500 ming so'mga yig'ib beraman deydi, endi 1 million deyapti. Siz 500 ming so'mini siz berasiz deydigan joyiga biz javob bermaymiz. Asherni ham tushunib olinglar. To'g'ri, juda ko'p bo'ladi aka. Men o'zimda ham ko'p bo'lgan. Mebel ishonib berasiz, ungacha Alloh bor, unaqa biz halol mehnatlarni unaqa qilmaymiz. Shu yerlarda biz ham ko'p kuydik. Borgandan keyin aka, pullarimiz nechtasida qolib ketdi. Shuni to'g'ri tushuninglar, hurmatli klientlar. Zakaz berayotganingizda biz sizga Samarqandlik bo'lsangiz, Samarqandni sho'piridan chiqarib beramiz iloji bo'lsa, shu odamni videolar qilib beramiz. Bizga muammoli joyi biz non chiqaramiz shu narsadan. Endi uni hisobiga haligi narsani ham sizga jo'natib yuborib turib, keyin sizni telefon qilib ishlab yura olmaymiz, chunki zakazlarimiz ko'p bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Shuni hisobidan siz zakaz berdingiz, zakazni tashlaysiz, 3 kun, 4 kun hisobida bir haftada zakazingizni chiqarib, videosini qilib beramiz. Endi har bitta detalini video qilib, Isuzuga joylangan holatlarini videosini tashlaymiz. Siz u narsadan to'lovini qilib berishingiz kerak oxirida. Shunda siz chiroyli qabul qilib olasiz. Uni davomiga ham siz ash narsani tikkilab olguningizgacha bo'lgan joyiga ham biz garantiyasini berib, billa turib, agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa telefon qilasiz, videolargacha tashlab beryapmiz ko'p klientlarimizga. Endi bundan o'zi 700 ming qoladimi, 800 ming qoladimi, bu 700 ming, 800 ming foyda qilaman deb bu yoqda 7-8 million pul Diqqatgarchilik eng yomoni-da. Voy, shunisi yomon. U hali to'g'risida mana bu narsa bitta bo'lsa bilinmaydi, ikkita bo'lsa bilinmaydi. Uje ko'payib ketgandan keyin unaqa diqqatgarchilik. U 10 million ustiga qo'yib yuborishga to'g'ri keladi-da, aka, uncha asab buzilishga tatimaydi. Xo'p, keyingisi klassik fason. Neoklassika ham zamonaviy, ham crashing. Klassik, crashing. Crashingga shampan svet bilan patsvet qilingan. Bu ham o'ta chiroyli qilib ishlangan, fasonlariga e'tibor bersiz. Buni bu ko'rinishidan ko'ra uyingizdagi holatini tasavvur qilsangiz, bundan ham go'zal bo'lib, chiroyli bo'lib joylashadi. Rasmlari bor aka? Rasmlari bor. Uyga o'rnatganlarimiz ham bor. Shu nomerimizni saqlanib qilishsa, katalogi ham bor. Katalogi ham bor. Hamma yo'q chiroyli holatda qo'yilgan. Ishlarni ochamiz, o'rtaga polka qo'yilgan. Demak, bu ham vakuumli, crashingli, betlilar, hammasi tortmalari ham vakuumli ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Noshkalarga e'tibor qilasizlar do'stlar. Bu plastmassa emas, bu rezinoviy, quyma. Buni o'rtasida asos bo'ladi, sasna, sasnani atrofiga rezinoviy quyilgan. Bu rezinka ekani degan narsa emas. Buni o'rtasi, misol taydan ko'rsanglar ham yo bo'shatib ko'rsanglar ham noshkasini o'zingizlar tushunib olasizlar, ko'rib olasizlar. Buni tepasidan ham, yonboshlaridan ham qatirilgan, 100% xavfsiz holatda garantiya beramiz bu oyoqlarimizga ham. Gap bo'lishi mumkin emas. Buni ham polka aynalari, 1 santimetrlik qilib beramiz, buni ham. Shunaqa. Gap yo'q. Buni tortmalarigacha bor ekan pastda. Aylar tortmali. Sizga ham e'tibor qilasizlar. Sochiqlar, mayda-chuda mehmonxonada turadigan. Ancha narsani yig'ishtiradi bu ham. Narxi necha pul endi aka buni? Buni ham 8 million so'm deyapmiz. Kelishtirib chiroyli qilib beriladi. Buni ham kamini qilib beramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Do'stlar, agar narxiga arziysa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Kanalimiz yangi, sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar bilan xudo xolasa oz qoldi. Niyat qilganmiz shu oyda oxirigacha, deyli yangi yilgacha 60 mingta bo'lishdi. Bu sizlarga oson. Bu o'zingizning kanalingiz. Shu sababdan obuna bo'lib, har kunlik o'zingizni kanalingizni o'zingiz nazorat qilib tursangiz bo'ladi. Nima video qo'yapsan o'zi deb bemalol bizga telefon qilaveringlar. So'kib tashlanglar kerak bo'lsa. Xo'p, keyingi ishimiz aka. Bunimiz high-tech stilida ishlangan aka.
Buni razmeri ham shunaqa 3,5 4 metr joyga mo'ljallangan. Buni ustunlariga e'tibor bersanglar, ustunlarida mana farset aynaklarda buni ham go'zal qilib ishlangan. Hozir uylarda remontlarida ham ko'pida shunaqa yoki foton yoki shunaqa nimalardan foydalanishyapti. Shunga mos holatda. Keyin haligi sondalarni ham chiroylilari shunaqa fasonlarda. Yotoqxona komplektlari ham hali bir-biriga moslashga ham qulay. Gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, ichlarini ham ko'rib qo'yamiz. Kraskalar cho'tki sepilgan. Ish kurkasi ham sizlarga qanchalik ko'rinyapti, ko'rinmayapti bilmayman, lekin sifati xudo xolisa hijolat qilmaydigan. Xudoingiz oldida ham, o'zingiz oldingizda ham ustani hijolat qilib qo'ymaydi ishiga. Keyin hozir mana aka kelinchakka olayotgan ayalari, ota-enasi qizimiz qudanikiga borganda qaynatasini oldida mana narsani artib tozalashigacha e'tibor berishyapti-da. Artib tozalayotganda qiynalib qolmasin, osonroq bo'lsin, bunday bo'lsin degan joylarini ham hisobga olingan buning ichida. Hamma yo'g'i zo'r holatda. Agar cho'chimasdan zakaz qilib bu narsani jo'natib yuborgandan keyin hamma tomoni hisobga olingan. Zo'r. Endi hozir kamerada qanaqa ko'rinyapti bilmayman do'stlar, bu foton emas. Bu aynak, ustani o'zi ham aytib o'tdi, lekin mana foton. Foton bu aynan. Fotonni o'zi orqasi samakli bo'ladi. Kley bo'ladi. Undan tashqari biz turib qo'yadi, lekin undan tashqari kley bilan. Kley ham bor. Akfix bor-a bunda. Kuchli kleylardan ishlatganmiz. Gap bo'lishi mumkin. Bunga aka kleyni o'ta ko'p quyib yuborsa, mana bijrab ham qoladi. Bo'ldimi sizda? Menda ko'p bo'ldi. Asetlarigacha e'tibor berilgan. Ana qattiqroq bo'lsa, valna berib yuborishi mumkin bo'ladi. Ha. Shuna bo'lib qoladi. Hozir bunda yo'q. Aha. Gap yo'q. Narxchi aka? Narxini buni 7 million so'm kamaytirib beramiz. 7 million so'm, yana kami ham bor. Bemalol telefon qilib bezor ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xolasa. Aka 10 marta telefon qilsa har biriga 1 milliondan tushib beramizmi? Unda mebelni puli chiqmay qoladi, lekin harakat qilamiz. Asli 10 marta telefon qilgan odamga o'zimiz o'ylayotgan narxdan ham ko'ra jicha tushib beramiz. Xudo xolasa. Xursandchiligiga. Gap yo'q. Endi mono fasonimiz bu fasonchi вообще boshqa. Tashkent stilida ishlangan. Keyin mana kamerada ko'pincha bilinmay qoladi. Oddiyroq ekan deganlarga mana eshikni ochiq avallik qilingan. Keyin mana silliqligiga e'tibor berasizlar. Ishloqlari masalada. Bu ichkilarigacha e'tibor qilib qo'yilgan. Shohona fasonimiz. Ham bo'lishi mumkin. Do'stlar. Keyin mana plastmassaga o'xshagan narsa oyoq. Qimmat oyoq. Oyoqlar ichida eng kuchlilaridan. Shu yerga ham e'tibor berasizlar. Bu smala bo'lsa kerak. Ha, shunaqa. Toza. Ana mashinani bufer bamperlarini ishlatadigan plastmassalar. Keyin oynaklarimiz mana aka ko'pchilik troyka olaymi deydi. Troyka olsam ba'zi kelinchaklar penalni tanlab turib oladi. Hozir asosan ko'proq penallarda sotuv bo'lyapti. Shuni hisobidan mana e'tibor bergan bo'lsangiz, to'ldirgan narsalarimiz penal komodlar. Shu narsani idish tovog'imiz ko'proq sig'sin degan maqsadda oladi-da o'rtadagi narsani. Endi bu yerda shuni hisobga olingan, ham Toshkent fasonda ko'proq mana shunaqa narsa bo'lar ekan. Aynaga pastigacha bo'lib turib, 3 ta polka qilingan. Ha, tushunarli. Idish jicha ko'proq sig'oradi. Mana o'rtani hisobi ham bunga kiritilgan. Ha, bunga o'xshab ha, yarim emasda, yarimta emas. Bir yo'li pastiga ham yana idish tovoq qo'ysa bo'laveradigan holati bo'lgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Usta, bu ishimiz necha pul endi? Buni aka 9 million so'm deyilyapti. Lekin chiroyli qilib tushib beramiz. Yaxshilab tushib beramiz. 5 marta, 10 marta telefon qildirib yubormaymiz. O'zi bitta telefon qilganda yo 2 marta telefon qilganda olinadi. Lekin juda haligi ba'zi odam bitta ko'rganda mashina olmasam bo'lmaydi ekan, menga yoqdi degan odamga haligi bizni mebelimizni yoqtirib tursa, biz ham haligi odamning pulini jicha ozroq bo'lsa ham bizga ham ma'qul kelaveradigan holat bo'ladi, xudo xolasa. Tushunadi. Men bu narsani 10 marta telefon qilib yuborsa deb nimaga aytdim? Chunki ko'p mebelchilarda shunaqa bo'ladi aka. Raz mashina yoqtirib qoldimi, ana ayoli eriga aytaveradi, xo'jayiniga telefon qiling, oling deveradi. Ular hijolat olib qolishi mumkin yoki bo'lmasam ustalarda shunaqa narsa bor. Yoqdi, qimmatroq sotsam ham bo'laveradi degan narsa. Xudo xolasa bunaqa narsa bo'lmaydi. Faqat bitta joyi soat 7 kech payt 19:00 uni u yog'iga haligi dam olishingiz oila uyda bo'lamiz. Shu holatda telefon qilsa, 100 marta telefon qilsa ham lekin ola olmaymiz. Men uzr so'raymiz lekin ash narsaga
To'g'ri. Dam olish Ertaman kerak, 9 kunduzgi ham ish. ertalab 9 dan 7 gacha telefon qilsa, har doim telefon qo'limizda bo'ladi. Uni bu yog'ida telefon qilib turib olaman degansiz usta desanglar, to'g'ri tushunib qo'yasiz. Ashirni ham eslatib o'taylik. Chunki shu narsani qila olmaymiz. Haqiqatan ham juda ko'p vizitlar qolib ketgan. Hammasi 7 dan keyin soat 11 dir, 12 dir. Endi shu paytda YouTubedan yoki Instagramdan ko'rib olishsa kerak. Nomer esdan chiqib qolmasligi uchun telefon qilib qo'ygan bo'lsangiz ham, lekin biz aloqaga chiqadigan paytimiz shu kunduzda telefon qilsanglar, mana kamiga do'konda bo'lamiz shu paytda. Telefon qilib zakazni bera olasizlar, xudo xolasa. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi hozir kommentariy yozishga harakat qilayotganlar ham bor. O'sha yozib bo'lganlari ham bor. Kamroq gapir, narxda deb ko'p yozadi aka. Menimcha hozirgi gaplar hammasi sizlarni foydalar uchun bo'ldi. To'liqroq ma'lumot berishga harakat qildik. Telefon qilib turib, har bir narsasini so'ramasdan, aniq konkret mana modeling yoqdi. Nech pul deydigan holatida menimcha savolinglarga javob berib qo'ydik degan umiddaman. Endi u yog'i vijdoninglarga havola, qanaqa kommentariy yozishingiz. Biz doim sizlar uchun xizmatdamiz. Xudo xolasa sizlar bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Qoldi xolos. Usta, sizga ham rahmat katta. Aka, sog' bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videolarda Savobli ishlarga ko'rishguncha zerikib qolamiz.